Assalomu alaykum. Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar kafedrasi dotsenti Iminov To'xtasin Nurmamatovich iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarimizga mikroiqtisodiyot fani doirasida ochiq dars tashkil etdilar. Ushbu darsda O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i Qambarov Shohruxbek Bahromovich o'z bilim va tajribalarini talabalarimizga ulashdilar. Bizi birjani tovar xom ashyo birjasi deyiladi. Tovar xom ashyo birjasida faqat tovar va xom ashyo sotiladi. Endi qanday birjalar bor? Birinchisi tovar xom ashyo birjasi bor, fond birja, tovar xom ashyo birja, valyuta birja, opsion futures birjalar deyiladi. Assalomu alaykum barchaga. Andijonda joylashgan O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi haqida juda ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik va bu ma'lumotlar bizga kelgusida asqotadi degan umiddamiz. Yana shunday binar darslarda davomiy bo'lishini kutib qolamiz. Barchangizga rahmat.